8 yoshli bemorimizni g'ilaylikni to'g'irlash operatsiyasini o'tkazgandik. Hozir bugun endi uning natijasini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qalaysan? Vassalam. Qalay? Yaxshimi? Zavtrak qildimi? Qani menga qarachi. Qara, svetga qara. Svetga qara. Ochkisi qani buni ochkisi? Mana qarang, oyisi qanday chiroyli. Tekis bo'lib qolganini ko'ryapsizmi? Hali qizarishlari, atsoklari ketsa, вообще yana to'g'rilanadi. Qara. Biz Shahnozaxon Ulug'bekovnida qatnaganimizga 3 yildan oshdi. Salkam 4 yil bo'ladi. Biz Tojikistondan kelamiz. Har 6 oyga kelib ko'rinib turamiz. Mana kecha operatsiya qildik. Operatsiya juda ham yaxshi chiqdi. Men bundan juda xursandman. Shahnozaxondan ham xursandman. Ilohim baraka topsinlar. Mana qizcham yaxshi, ko'zchalari to'g'ri-to'g'ri bo'ldi. Men bundan juda xursandman. Doim duodaman. Agar mana shunaqa ko'zlar g'ilaylik bo'lsa yoki zelenasi past bo'lsa, bemalol uzoq bo'lsa ham pullar ayamasdan, vaqt ayamasdan kelishinglarni taklif qilaman.